Mana nihoyat yetib keldik, niyatingizga yetdinglarmi? Bundan 3-4 oy oldin men shunaqa video qo'ygan edim. Shu samarqandlik bir bolalar shu to'y qilib, Samarqand deb turib, o'sha xuddi mana shu yo'lda blok qilib, o'sha yerda to'y kortejini to'xtatib video qilishgandi. Shu haqida video qo'ygan edim. Bolalar bu yaxshi emas. Qo'yinglar bunaqa narsalarni to'xtatinglar degan edim. Menga o'sha to'y egalari chiqib, videoni olib tashlang, bu meni to'yim edi deb yaxshi muomala qilishgani uchun men videoni olib tashlagan edim. Lekin ancha o'sha yaxshi kommentlar bo'lgan edi, bu narsa noto'g'ri degan o'zimiznikilar tomonidan. Mana bu narsa yana davom etyapti va mana endi bu yana shunaqa videolar chiqib tarqadi va bu endi amerikanskiy profillarda ingliz tilida o'sha amerikansklar tomonidan olib bu videolarni o'zini nima Instagramida qo'yishyapti va u yerda polniy amerikanetslar bu yerda kommentlar yozishyapti. Kommentlarni o'qisanglar qo'rqib ketasizlar. Bularni deport qilish kerak. Bular yovvoyilar, qanaqadir bir narsa, ular juda yomon kommentlar imенно amerikanetslar tomonidan yozilyapti. Lekin ular hammasi bir xil o'sha to'y qilgan odamlar emas. O'sha yozilgan tagida o'zbeklar deb yozib qo'ygan videoning tagida o'sha o'zbeklar haqida gapirishyapti. O'sha siz bilan men haqimda gapirishyapti. Bular qanaqa odamlar bular polniy hayvonga yopib qo'yib, bunaqa o'ynab yurishibdi. Bilib turib. Xulosa o'zingizlardan yana davom ettiraveringlar. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Osinglar gazini jigarlar.